Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan quloqda shovqin, chiyillach holatlari yuzaga kelganda qanaqa sabablari bor, qanaqa klinik belgilari bor, qanaqa qilib diagnozaga qo'yamiz, qanaqa qilib davolaymiz shu haqida gaplashamiz. Endi quloqda shovqin, chiyillash holatlari yosh kattalarda yo bo'lmasa aholi orasida ko'p uchraydigan belgilardan, simptomlardan bittasi hisoblanadi. Endi uni bir qancha sabablari bor. Bu sabablari quloq bilan bog'liq bo'lishi yoki qon tomiri bilan bog'liq yoki qon bosimi bilan bog'liq yoki nevrologik muammolar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Asosiy sabablarni sizlar bilan ko'rib o'tib ketamiz. Endi quloqdagi sabablariga keladigan bo'lsak, bu eshitish patologiyasi bilan bog'liq. Ya'ni birinchi sababimiz o'rta yoki ichki quloqda yallig'lanish, otit holatlarida ko'pincha grippdan kelgan yo bo'lmasam qanaqadir shamollashdan kelgan yallig'lanish yuzaga keladi. Yallig'langanda o'rta quloq bilan ichki quloqni ajratib turadigan parda bor. Shu yerga suyuqlik to'planishi, yiring to'planishi hisobiga yuzaga kelishi mumkin. Keyingi sababimiz bu eshituv nervini shikastlanishi. Bilamizki, odamda nerv asaqi beradi, shuni hisobiga eshitish hosil bo'ladi. Shu nerv shikastlanadigan bo'lsa ham quloqda shovqin, chiyillash holatlari yuzaga keladi. Keyingisi quloq bitishi. Quloq bitishi ko'pincha tashqi quloq bo'lishi mumkin, o'rta quloq bo'lishi mumkin yo ichki quloq bo'lishi mumkin. Shu sohalarga yot moddalar yo bo'lmasa oltin sariqlar to'planishi hisobiga bitish holatlari, shum bo'lishi, shirillash holatlari yuzaga kelishi mumkin. Keyingisi shovqinli muhitda uzoq ishlovchilar, ya'ni kasb kasalligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni uzoq muddat shovqin ta'sirida ishlaganda bemorlarda shovqin, shum, chiyillash holatlari, shunga o'xshagan holatlar yuzaga keladi. Keyingi sabablarimiz, asosiy sabablardan bittasi bu qon tomiri bilan bog'liq holatlar. Yosh kattalarda qon bosimi yuqori ko'tarilganda, 180-200 ko'tarilganda quloqda shovqin, shum, chiyillash holatlari yuzaga kelishi mumkin. Keyingisi miyada qon aylanishini buzilishi bilan bog'liq. Bilamizki, bosh miyani qon bilan ta'minlab beruvchi arteriya vertebralis hamda yuqori arteriyalar bo'ladi. Shu bosh miya markazlarini to'liq yaxshi qon bilan ta'minlamaydigan bo'lsa, shuni hisobiga ham quloqda shovqin, shum, chiyillash holatlari yuzaga keladi. Keyingi sababimiz bu ateroskleroz. Ateroskleroz degani qon tomirlariga yog'lar o'tirib qolib, qonni yaxshi yetkazib berolmasligi hisobiga yuzaga keladi. Ya'ni bosh miya ko'pincha vertebral sindromida yuzaga keladi. Bu yerda uzunchoq miya ko'prigini qon bilan ta'minlab beradi. Shunda undan tashqari vestibulyarniy apparat bor, tanani muvozanatini ta'minlaydigan vestibulyokoklear nerv deyiladi. Shu patologiyasi bilan bog'liq muammolarda ham yuzaga kelishi mumkin. Yana bitta ko'p uchraydigan sabablardan bittasi bu nevrologik sabablar. Ko'pincha yosh ayol qizlarda yo bo'lmasa bolalarda neyrosirkulyatorniy distoniya hisobiga yuzaga keladi. Bu nerv asosini buzilishi distoniyasi, ya'ni simpatik parasimpatik nervni buzilishi hisobiga, ya'ni bemorlarda tomoqqa tiqilish, bo'g'ilish, qo'llar yuvishi, quloqda shovqin, shum, chiyillash, turli xil vahima holatlari bilan yuzaga keladi. Keyingisi stress nevrozlar. Ba'zi bir bemorlarda miyada ketmaydigan fikrlar, yopishqoq fikrlar yo bo'lmasa qanaqadir o'y-xayollar ketmaydi. Ya'ni quloqda shovqin, shum, chiyillash bo'lishi yo tomoqqa narsa tiqilish bo'lishi yo yomon kasallik yo bo'lmasa qorinda og'riq bo'lish holatlari miyadan ketmaydi. Tekshiruvlar qilasiz, tekshiruvlarni yaxshi chiqadi. Keyingisi bo'yin o'tqaloq osteoxondroz. Bilamizki, bo'yinda arteriya vertebralis bosh miyani qon bilan ta'minlab beradi. Shunda qon tomirlar qisilib eziladigan bo'lsa, bosh miyaga qon oqimi yaxshi bormasligi hisobiga quloqda shovqin, shum, chiyillash holatlari yuzaga kelishi mumkin. Kam uchraydigan sabablarimizdan bittasi bu dori moddalar bilan bog'liq. Dori moddalardan antibiotiklardan aminoglikosidlar iste'mol qilinganda yo qilinganda quloqda shovqin, quloqqa ototoksik ta'sir yo bo'lmasa buyraklarga, jigariga, quloqqa ta'sir ko'rsatadi. Shunda ham bemorlarda quloqda shovqin, shum, chiyillash holatlari yuzaga kelishi mumkin. Yana bittasi diuretiklar ko'p iste'mol qilganda. Keyingi sababi katta miqdorda aspirin, salisilik kislotani iste'mol qilganda ham yuzaga kelishi mumkin. Endi sabablari shu. Bemorlarda qanaqa klinik belgilar bo'ladi? Klinik belgilar, asosiy klinik belgilar, qo'shimcha klinik belgilar hamda xavfli klinik belgilarga bo'lib ketadi. Asosiy klinik belgilardan bittasi bu g'uvlash, jiringlash yuzaga keladi. Bu passiyani uzoq muddat davom etishi mumkin. Keyingisi shitirillash yo bo'lmasa o'ziga xos shovqinlar hosil bo'lishi.
Keyingisi pulsatsion shovqin, ya'ni quloqda yurak urganlik hissi namoyon bo'lishi. Keyingi belgilarimiz vizillash yo bo'lmasam doimiy bo'lmagan shovqinlar namoyon bo'lishi mumkin. Undan tashqari bu quloqda shovqinda qo'shimcha klinik belgilari bor. Qo'shimcha klinik belgilari eshitishni pasayishi. Eshitishni pasayishi bu nervni shikastlanishi bilan bog'liq yo bo'lmasam quloqni yo'lni to'silishi bilan bog'liq, nog'ora parlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Keyingisi bosim hissi, quloqda tiqilish hissi, ya'ni quloqqa yot moddalar tiqilib qolganda, oltin gugurt sariqlari tiqilib qolganda yuzaga kelishi mumkin. Yo bo'lmasam yallig'langanda, o'rta quloq, ichki quloq yallig'langanda suyuqlik yiringlar to'sib qo'yish hisoblanadi. Keyingisi bosh aylanish simptomlari bilan ham keladi. Quloqda shovqin, shum, chiylash, bosh aylanish ko'proq bu umurtqa pog'onasi muammolarida vertebrobazilar sindrom deyiladi. Qon tomirlar qisilganda, arteriya vertebralis qisilganda, ezilganda, uzunchoq miyacha ko'prigini qon bilan ta'minlab berish buzilganda. Keyingisi charchoq bo'lishi, bezovtalik bo'lishi, uyqusizlik. Bu ko'pincha bo'yin bilan bog'liq muammolarda yuzaga keladi. Bu quloqda shovqin, shum, chiyillashda xavfli belgilari ham bor. Darhol shifokorga murojaat qilish kerak. Bu xavfli belgilarga birdaniga quloqda kuchli shovqin bo'lishi yo bo'lmasam bir tomonda bo'lishi, shovqinni kuchli bo'lishi. Undan tashqari ko'rishni buzilishi, gapirishni buzilishi yo bo'lmasam o'choqli nevrologik simptomlar kuzatilganda biz kuchli tezda shifoxonaga murojaat qilishimiz kerak, tekshiruvlar o'tkazish kerak. Endi bu quloqda shovqinda tinnitus deyiladi. Uni turlari bor. Turlari ikki xil, subyektiv hamda obyektiv. Subyektiv turida quloqda shovqin, shum, chiylashda faqat bemor o'zi eshitadi, o'zi his qiladi. Shifokor tomonidan eshitilmaydi. Obyektiv turida shifokor tomonidan auskultatsiya qilib eshitib ko'rilganda eshitilishi mumkin. Bu obyektiv turi kamdan kam uchraydi. Eng ko'pi subyektiv turi uchraydi. Bemor o'zini tomonidan quloqda shovqin, shum, chiylashga shikoyat qiladi. Shunaqa bo'lgan holatlarda biz qanaqa qilib diagnostika qilamiz? Diagnostika bir qancha turlarimiz bor. Birinchisi otoskopiya, ya'ni quloqni ko'rish kerak. O'rta quloq, ichki quloqni ko'riladi maxsus apparat yordamida. Bu yerda yallig'lanish bormi, otit bormi, tiqilish bormi, to'silish bormi, shuni ko'rib biladi. Keyingisi audiometriya, ya'ni quloq muammolarida eshitish pasayishini tekshirib beradigan usulimiz. Ya'ni eshitish pasayish bormi, eshituvchanlik yo'qmi, shu holatlarni aniqlab beradi. Keyingi tekshiruv usulimiz bu o'zi Doppler, ya'ni qon tomirlarida bosh miyani qon bilan ta'minlab berish darajasini tekshirib beradi. Ya'ni bo'yin umurtqasi bo'ladimi, yuqori arteriyasi bo'ladimi, bu boshda qanaqa darajada qon bilan ta'minlayapti. To'silish bormi, tiqilish bormi, shularni ko'rib beradi. Undan tashqari angiografiya tekshiruv usuli ham bor. Ya'ni aterosklerozlarni baholashda tekshiradigan usulimiz. Keyingisi MRT tekshiruv, ya'ni bo'yinda muammo bormi, boshda muammo bormi, shularni ko'rib beradi. O'choqli o'zgarishlar, ya'ni o'pqonlar, o'smalar bormi, yo'qmi aniqlab berishdagi usulimiz. Keyingi usulimiz qon bosimini nazorat qilishimiz kerak, qon bosimini o'lchash kerak. Yuqori qon bosim hisobiga ham quloqda shovqin, shum, chiyillash holati yuzaga keladi. Endi bunaqa bo'lgan holatda quloqda shovqin, shum, chiyillash bo'lgan holatda qanaqa qilib davolaymiz? Davolash birinchi navbatda keltirib chiqaruvchi sabablarni yo'qotishimiz kerak. Ya'ni quloq bilan bog'liqmi, qon tomiri bilan bog'liqmi, yo bo'lmasa nevrologik, ya'ni stress, nevrozlar bilan bog'liqmi, yo bo'yin umurtqasi bilan bog'liqmi, shuni sababini yo'qotamiz. Davolashda adda nazorat, yuqori qon bosimi bo'ladigan bo'lsa, antigipertenziv dori vositalari bilan qon bosimini pastlatib stabil qilishimiz kerak. Keyingisi quloqni tiklash. Quloqni tiklashda bildikki, quloqqa yot modda jism tiqilib qolgan bo'lsa, yuvib tozalashimiz, yo bo'lmasa otit bo'ladigan bo'lsa, yallig'langan bo'lsa, yuvib tozalashimiz hamda dori vositalarini berishimiz kerak. Keyingisi qon aylanishini yaxshilab beruvchi dori vositalar. Bosh miyada qon aylanishi buzilganda, qon tomiri bilan bog'liq muammolarda qon aylanishini yaxshilovchi dori vositalar. Stikalik bo'lishi mumkin, cerebrilizin, ellizin, yo bo'lmasa piresitam, shunga o'xshagan noturib dori vositalar beriladi. Keyingisi sedativ. Sedativ bu nevrologik holatlarda, neurosirkulyatorniy distoniya, stress holatlarida beriladigan dori vositamiz. Bularga karvalol, bayanishnik, valerian, validol, glisin, persen dori vositalar berishimiz mumkin.
Undan tashqari vitamin B kompleksi, bu vitamin B kompleksi nervdagi jarayonlarni, moddalar almashinuvi hamda nevrologik bo'lgan holdagi muammolarni yaxshilab beruvchi dori vositalarimiz. Keyingisi fizioterapiya. Fizioterapiya bu bo'yin bilan bog'liq muammolarda, bo'yin mufqal osteoxondroz, bo'yin greziyasi bilan bog'liq holatda kelib chiqqan shovqinlarni yo'qotishda fizioterapiya usullaridan foydalanamiz. Endi bunaqa shovqin, quloqdagi chiyillashlarni oldini olish uchun biz qon bosimini stabil qilishimiz kerak, bo'yindagi osteoxondroz, stress, nevroz holatlarini oldini olishimizga to'g'ri keladi. Endi xavfli belgilar yuzaga kelganda darhol shifokorga murojaat qilish kerak. Davolashda birinchi sababini aniqlab, etiologik davo qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.